aksiya qilib darvozamizni 1 million so'mdan beraveramiz do'stlar. Lekin skromniy ortiqcha bezak yo'q bo'lsa, buni ham aksiya narxida beraveraman. 550 ming so'mdan beraveramiz. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Xudo xolasa yana bir chiroyli video qilamiz degan umiddaman. Shu yerda tiklab qo'ygan reklamaga qo'ygan hammasi sotiladi shu darvozalarimiz aksiya narxida. Dekabr oyiga yangi yilga sizlarga aksiya qilib darvozalarimizni o'sha arzon variantda qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa to'liq ma'lumotini beramiz. Videoda oxirigacha ko'rib, bittadan like tugmachasini ayamaysizlar. Xo'p, darvozalarni tanishtirishni boshlaymiz. Xudo xolasa shu darvozamizdan boshlab qo'ya qolamiz. Darvozamiz Haytek uslubda 2 qavatli 1.8 da tayyorlaganmiz. 2 shumkali variantda. Darvozamiz eniga 3.44, bo'yiga 3.40 razmeri tayyorlaganmiz. Zakazga shu darvozalarimizni 1 million 200 ming so'mdan 1 million 500 ming so'mga yasayapmiz. Aksiya qilib darvozamizni 1 million so'mdan beraveramiz do'stlar. 1 million so'mdan beraveramiz shu darvozamizni. Xo'p, bu tomondan boshlab qo'ya qolamiz. Darvozalarimiz to'liq ma'lumotini berib o'tamiz. Xo'p, bu darvozamiz ko'rishingiz mumkin. Shtampovniy pechat variantda tayyorlaganmiz. Listlarimiz 1.3, 6 ga 1.3, yondonlar 8 ga 6, 1.5 steka. Taglarimiz shivellarda polni nerjivagalargacha qo'yganmiz. Darvozamiz kvadrati. Zakazga 650 ming so'mdan, aksiya narxida 50 ming so'mdan, shu 600 ming so'mdan beraveramiz. 3x3 razmerda. Hisoblab olaverasizlar. Keyingi darvozamiz keladigan bo'lsa, keyingi darvozamiz taraf fason darvozamiz. Darvozamiz razmerlariga keladigan bo'lsak, eniga 3.35, bo'yiga 3.40 razmerda bo'lgan. Shu darvozalarimiz 2 qavatli 1.8 da tayyorlaganmiz. Shu darvozalarimiz zakazga bo'ladigan bo'lsa, darvozamiz kvadratini 1 million 300 ming so'mdan yasayotganmiz. 1 million 300 ming so'mdan. Darvoza narxlar kanalda aloqa chiqsalar, xudo xolasa shu darvozamizni 1 million so'mdan beraveramiz. 10 kvadrat bo'lsa 2 million foyda degani. 1 million so'mdan beraveramiz. Keyingi darvozamiz keladigan bo'lsa, keyingi darvozamiz taraf fason darvoza, orqalari 1.8, oldidagi ishlovlar bilan 2 qavat hisoblanadi shu darvozamiz. Bu darvozamiz zakazga 1 million 200 ming so'mdan 1 million 500 ming so'mgacha shumkali bo'ladigan bo'lsa, 1 million 500 ming so'mgacha qilyapmiz. Aksiya narxi 1 million so'mdan. Razmerga keladigan bo'lsak, razmeringizga tushib qolsa 1 million so'mdan beraveramiz. Eniga 380, bo'yiga 3.40 razmerda bo'lgan. 380 ga 3.40 razmerda bo'lgan 1 million so'mdan olib borib ustanovka dastavka besplatno xudo xolasa. Keyingi darvozamizga keladigan bo'lsa, keyingi darvozamiz bu ham taraf fason darvoza, ko'rishingiz mumkin. Skromniy, ortiqcha bezak yo'q. Eng zo'ri o'sha o'lmaydigan. Darvozamiz razmeriga keladigan bo'lsak, 395 ga bo'yi 360 razmerda bo'lgan. Bu darvozamizni ham o'sha 1 million 200 ming so'mdan 1 million 500 ming so'mgacha yasalyapti zakazga. Aksiya narxi 1 million so'mdan. 1 million so'mdan beraveramiz. Razmeriga tushib qolsa olib borib ustanovka qilib beramiz. Darvoza ideal, xudo xolasa hech qayerda o'nlamagan yangi darvoza, xudo xolasa. Hop, 395 ga 363, 4 metrli joyga tushaveradi darvozamiz. Keyingi darvozamiz turetsk fason darvoza. Bu darvozamiz bu ham shumkali 2 qavatli variantda bo'lgan. Orqasini 1.3 da yopganmiz, oldi 1.8, fon utuplayni holatda bo'lgan. Darvozamiz отдельный kaletga ko'rishingiz mumkin. Razmeriga keladigan bo'lsak, 390 ga 350, 3.5 holatda yasalgan darvozamiz. Bu darvozalar zakazga hozirgi kunda 1 million 200 ming so'mdan 1 million 400 ming so'mgacha yasayapmiz shu darvozalarda. O'zbekiston bo'ylab xudo xolasa kimdir razmeriga tushib qoladigan bo'lsa 1 million so'mdan beramiz buni ham. 1 million so'mdan aloqa chiqarasizlar xudo xolasa. Keyingi fasonimizga keladigan bo'lsa, keyingi fasonimiz ko'rishlaringiz mumkin. Dubayskiy variantda eniga 3.5, bo'yiga 3.5 holatda yasalgan bu darvozamiz. Darvoza listlari 1.3 variantda, 6 ga to'rlari ham 1.3. Taglarimiz shivellarda bo'lgan. Kimga kerak bo'lsa, xudo xolasa buni ham aksiya narxida beraveraman. 550 ming so'mdan beraveramiz. Zakazga 600 ming so'm, 650 ming so'mdan qilinayotgan. Dvaynos 850 ming so'm, 900 ming so'm yasalayotgan shuni. Agar vibrali deydigan bo'lsangiz, vibrali qilib beramiz, 650 ming so'mdan qilib beramiz. Bez vibra shu ko'rinishda bo'lsa 600 ming so'mdan. Aksiya narxi razmerlarga tushib qolsa, 550 ming so'mdan beraveramiz darvozani. Olib borib ustanovkalargacha qilib beramiz. Do'stlar, foydalanib qolinglar. Yangi yilga aksiya qilib yuborganmiz, xudo xolasa. Keyingi darvozamiz 3.5 holatda yasalgan. Bu ham shu dubayskiy varianti, boshqacha ko'rinishi, kraskasida farqi bor, xolos. Materiali o'sha. Darvozani 500 ming so'mdan beraveramiz.
Ana bomba narxi 500 ming so'mdan razmeriga tushib qoldi. Lekin zakazga 600 ming so'm qilib beramiz darvozani. Zakazga xudo xolasa aloqa ochib ko'rasizlar. Общий summasi 5 million 200 ming so'mga olib borib ustonovka qilib beramiz do'stlar. Foydalanib qolinglar. Xo'p, keyingi darvozamiz keladigan bo'lsak, asalari deb nomlaganmiz bu darvozamiz. Eniga 360, bo'yiga 3,5 holatda bo'lgan. Mana shu darvozani bomba narxi qo'yib beraman, 900 ming so'mdan qo'yib beraman. Zakazga 1 million 400 ming so'm. 900 ming so'mdan qo'yib beraman. Kimni xonadoniga tushib qolsa, olib borib ustonovkasini qilib beramiz. Vodiy bo'ylab ofis summasi 11 million 300 ming so'mga berib yuboramiz. Yana bitta listli darvozamizni aksiyaga qo'yib beraman. Eniga 375, bo'yiga 3,5 razmerda bo'lgan. Bu darvozamizni ham 900 ming so'mdan qo'yib yuboramiz. Asli zakazga 1 million 400 ming so'mdan 1 million 600 ming so'mgacha chiqadi darvoza. Zakazga bo'ladigan bo'lsa, o'sha full variantda ishlangan. Orqasi ham 1.8, oldi ham 1.8 listda ishlaganmiz. Общий summalari 10 million 200 ming so'mga olib borib ustonovka qilib beramiz do'stlar. Foydalanib qolinglar. Keyingi darvozamizga keladigan bo'lsa, keyingi darvozamiz o'sha pechatniy variant, gibrid holatda bo'lgan, o'rtasi high-tech, chekkalar Dubay holatda bo'lgan. 8 ga 6 profil, 1,5 stenka, 6 ga 4, 1.3 taglarimiz shivellarda bo'lgan. Nerjevenkalargacha qo'yib berganmiz. Qora nerjevenkadan foydalanganmiz. Bu darvozamizni ham aksiyaga qo'yib beraman. Kimdir razmerga tushib qolsa 550 ming so'mdan berib yuboramiz. Aloqa ochib ko'rasizlar, lekin zakazga bo'ladigan bo'lsa, yana bir bor takrorlab o'tyapman. Zakazga 600 ming so'm kam yasamaymiz. Hop, keyingi so'nggi darvozamizga keladigan bo'lsak, bu darvozamiz turetskiy fason, kalitkasi ichida holatda yasalgan, shu joy kalitkasi zamonlargacha qo'yib qo'yganmiz. 2 qavatli shumkali holatda bo'lgan, orqalari 1.3 variant, oldi 1.8. Darvozamiz razmeri bo'yiga 3 metr, eniga 3.13 razmerda bo'lgan. Bu darvozani ham aksiyaga qo'yib beramiz. Yangi, xudo xolasa. Общий summasi 8 million 400 ming so'mga o'rnatib beraman. Zakazga shu darvozalarni 1 million 300 ming so'mdan 1 million 600 ming so'mgacha yasalayotgan. Zakazga. Bu darvozani kvadratini 900 ming so'mdan qo'yib beramiz. 900 ming so'mdan. Do'stlar, videoyingiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, xursandmiz. Kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, aloqa ochib ko'rasizlar. Bundan da boshqa fasonlarimiz ham bor. Aloqa ochsanglar, kataloglarni tashlab beramiz. Borib o'lchash, olib borib o'rnatib berish hammasi besplatno, xudo xolasa. 93 kodi bilan 403 66 nomor raqamga chiqsanglar, o'zim borib o'lchamlarni olaman, lakasi tashlab berasizlar. Narxi kelishamiz. Darvozalarning bitish muddati bosma pechat variant bo'ladigan bo'lsa, 15 kundan 20 kun muddatgacha, qo'l mehnati bo'ladigan bo'lsa, 20 kundan 25 kun muddatgacha yasab olib borib ustonovka qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bittadan like tugmachasini ayamaysizlar.